1 aprel Uyg'ur tadqiqot instituti Sharq Turkiston haqida yangi bir doklad e'lon qildi. Dokladda Sharq Turkistondagi bostirishlarga hali ham ishonmaganlarga yuzlagan tadqiqot natijasi, jonliq shohidlar va medialardan e'lingan yuzlagan dalillar ko'rsatildi. Mustaqil va tarafsiz e'lon qilingan dokladda Sharq Turkistondagi vaziyatning vahshiyligi, millionlagan kishining atalmish tarbiyalash nomi ostida turmalarga qamalganligi bildirildi. Xitoyning sharq qismidagi elektronlik zapchas ishlab chiqarilgan bir zavodda portlash yuz berib 7 kishi o'lib 5 kishi yaralandi. Bu portlash Jiangsu o'lkasining Kunshan noyasidagi bir birak metal omborida yuz bergan bo'lib, voqeada 7 kishi o'lib 5 kishi yaralangan. Bundan boshqa Jiangsu o'lkasidagi bir ximiya zavodida 21 mart yuz bergan portlashda 78 kishi o'lgan edi. Rossiyaning Venezuela prezidenti Nikolas Maduroga yordam berish bilan ayblagan Amerika Tashqi ishlar ministrligi Venezuela ishlari vakili Illit Abrames Moskvaga buning bedelini to'laydiganligini aytdi. CNN kanaliga so'z qilgan Abrames Moskva va Havanada Venezuela prezidentining qo'llovchilari borligini aytdi. Xitoy bilan Amerika orasidagi 8-qitimliq savdo muzokarasi Beijingda o'tkazildi. Xitoy bosh ministri Liu He, Amerika savdo elchisi Robert Lighthizer va moliya ministri Steven Mnuchinning tang huquqli riyosatchiligida ochilgan yig'inda ikki tarafning bir kelishim mazmunini muzokara qilganligini va bu haqda yangi ilgirlashlar qo'lga keltirilganligi bildirildi. Tunisliklar davlatida o'tkazilayotgan 30-navbatlik Arab ittifoqi boshliqlari yig'ini mezgilida namoyish o'tkazdi. Tunis normallash sistemasi Mujadila to'rining chaqirig'i bilan poytaxtdagi Habib Burkina yo'lida bir yerga jam bo'lgan namoyishchilar Arab ittifoqi yig'inning Isroil bilan normallash siyosatini ijro qilishni maqsad qilganligi bahonasi bilan namoyish o'tkazdi.